Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 12-iyundan 19-iyun kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgarish bo'ladi. 12-dan 16-iyungacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 17-dan 19-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 13-14-iyunda 20-22 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 14 va 15-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13-14-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikkacha yetadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 12-13-iyun kunlari 18-23 darajalik, 14-dan 19-iyungacha 20-25 darajalik, kunduzi 34-39 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 12-13-iyunda kechasi 19-24 darajalik, kunduzi 34-39 darajalik. 14-15-iyun kunlari kechasi 20-25 darajalik, kunduzi 35-40 darajalik bo'ladi. Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 darajalik, kunduzi 12-13-iyun kunlari 30-35 darajalik, 14-dan 19-iyungacha 32-37 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-13-iyunda 12-17 darajalik, 14-19-iyun kunlari 15-20 darajalik, kunduzi 12-iyunda 22-27 darajalik. 13-dan 19-iyungacha 25-30 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.